Refar har doim sifatlisini tanlaydi. O'z obunachilari uchun yaxshi, arzon, hamyonbop uyni qidirishda charchamaydi. O'rtoqlar, ushbu xonadonimiz Yakkasaroyda joylashgan Xushbegi masjidi yonginasida, Qaldirg'och kafesini yonginasida joylashgan 13 qavatli Novostroyka binomizning 2-qavatida 3 xona 92 kvadrat komplekt holatda dizaynga remont qilib qo'yilgan xonadonni obzordamiz. Ushbu ko'rayotganinglar zal, yumshoq mebellar, televizorlar, shunaqangi chiroyli, yoqimli attachentalar bilan remont qilib qo'yilgan. Uyimiz to'liq komplekt holatda, o'zini tashqariga qaragan balkonlari hamda oynalariga ega. Xo'p. Bu yoqda uyimizga kirish qismimiz koridor. Uyga kirganimizda stroyniy shkoflari shunaqangi prixoshka bilan har bir xonaga razdelni kirsak bo'ladi. Hojatxonasi umumiy hamda razdelni. Bu hojatxonasi hamda dushuv kabinkasi. Buni yonginasida umumiy hojatxona hammomdan tashqari yana bir hojatxona. Buni yonginasidan studiya formatda stol, stullik, zona hamda shunaqangi kuxnyaga kirib o'tirsak bo'ladi. Ko'rayotganinglar juda ham katta oshxona. Xo'p. Zal to'g'ri yuradigan bo'lsak, bolalar yotoqxonasi. Ko'ryapsizlar? Bolalar yotoqxonasi ham juda ham chiroyli ranglar bilan bezatib qo'yilgan. Chap qo'lga yuradigan bo'lsak, kattalarimiz uchun yotoqxona. Mebel texnikalarimiz 100% barcha mebel texnikalar qoldiriladi. Uyimizning narxi keladigan bo'lsa, shunaqangi sifatli xonadonimiz yaxshi lokatsiyada joylashgan, 140 ming, yana ozgina sunnati yotib beriladi. Qiziq bo'lsa, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Hoziroq aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotini olib, kelib ko'rsanglar bo'ladi.